Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yangi bozor tuman markazida yana bir fast-foodxona ochildi. Makan Food deb aytiladi. Bu Makan Food kim ochdi desangiz, shu do'stimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Chiqishlar Persiyat bilan salomlashdik-ku. Nima yangiliklar qildingiz axana? Endi yangilik bizda hozir yangi bozorimizda club sandvichlar qo'shildi. Yangilik endi shaurmalar, boshqa narsalar bor. Club sandwich, donar, pizzalarimiz bor. Asosiy yangilik. Asosan fast-food bo'ladi bu yerda. Fast food. Shashlik nelar yo'q axir, somsa degan narsalar. Somsa, shashlik bunday narsalar yo'q. Asosan Ish vaqtlarimiz nechadan nechagacha bo'ladi? Ish vaqtlarimiz endi soat 10 dan 2 gacha. O'rtacha kechki 2gacha. Kechki 2 gacha. Yaxshi. Mana adresi qayerda deb so'rasangizlar, hurmatli obunachilar, yaxshilab tushuntirib o'taman. Bozxonani bilasizlar, bayroq bo'ladi shu yerda. Bayroqdan kelaversangiz, shu yerda bo'ladi, yo'lda ustunda. Arxivni bilasizlar, arxivni to'g'risida bo'ladi. 02 yo'li bilan kelaverasizlar agar shu bilan shundan kelsangiz, shu yo'lda ustunda bo'ladi. Bozxonaning bayroq tiyinda bo'ladi bu. Yo'lda ustunda shu yerda yozib ham qo'yibdi. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, shu pastdan nomerlar qo'ng'iroq qilaverasizlar. Instagramda ko'rib barsangizlar ham bo'ladi, no'lar pishirib, no'lar tayyorlab turganini. Hozir ichga kirib tayyorlangan fast-foodlarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Yoqsa bir like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ha, bo'lmasizlar.